Bugun juda muhim mavzuni gaplashamiz. Mobil aloqa uchun qanday qilib kamroq to'lash mumkin va O'zbekistonda qaysi tariflar haqiqatan ham foydali? Bu ma'lumot har bir odamga kerak. Chunki ko'pchilik har oy telefoniga pul tashlaydi. Internet paket oladi, daqiqalar yetmay qoladi. Keyin esa pul qayerga ketdi deb hayron bo'ladi. Men sizga operatorlarning reklamasiga aldanmasdan o'zingizga mos tarifni qanday tanlashni, qaysi holatda tarifni almashtirish kerakligini va qaysi xatolardan qochish kerakligini aniq tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu video sizga har oy real pul tejashga yordam berishi mumkin. Oldin mobil aloqa ancha oddiy edi. Odamlar asosan qo'ng'iroq qilardi, SMS yozardi, internet esa juda kam ishlatilardi. Tarif tanlashda asosiy savol bitta edi. Daqiqasi nech pul? Hozir esa vaziyat butunlay o'zgargan. Bugun ko'pchilik Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, Google Maps, bank ilovalari, taksi ilovalari, onlayn to'lovlar va ishdagi messenjerlardan foydalanadi. Ya'ni telefon endi faqat gaplashish vositasi emas, kundalik hayotdagi asosiy qurilmaga aylangan. Shu sababli tarif tanlash ham murakkablashdi. Endi faqat abonent to'lovi arzon bo'lsa bo'ldi degani emas. Masalan, oyiga 25 ming so'mlik tarif arzon ko'rinishi mumkin, lekin unda internet kam bo'lsa, siz oy o'rtasida yana 20-30 ming so'mlik internet paket olasiz. Natijada umumiy xarajat 25 ming so'mga chiqadi. Boshqa tomondan, 50 ming so'mlik tarif bir qarashda qimmatroq ko'rinadi, lekin unda yetarli internet daqiqalar va ijtimoiy tarmoqlar uchun bonus bo'lsa, oy oxirigacha qo'shimcha xarajatsiz yetishi mumkin. Demak, eng arzon tarif har doim ham eng tejamkor tarif emas. Bugungi kunda O'zbekistonda asosiy mobil operatorlar sifatida Beeline, Uzel, Mobiuz, Uztelejon Mobile, Humans va ayrim hududlarda boshqalarga xizmatlar ishlatiladi. Har bir operatorning o'z afzalligi bor. Kimdadir internet paketi katta, kimdadir tarmoq qamrovi yaxshi, kimdadir daqiqalar ko'proq, kimdadir ilova orqali bonuslar beriladi. Shuning uchun eng yaxshi tarif degan savolga hamma uchun bitta javob yo'q. Eng yaxshi tarif bu sizning hayot tarzingizga mos bo'lgan tarif. Men tarif tanlashda birinchi navbatda 3 ta narsani tekshiraman. Oyga qancha internet ishlataman, qancha qo'ng'iroq qilaman, qaysi hududlarda ko'p yuraman. Ko'pchilik aynan shu 3 savolga javob bermasdan tarif tanlaydi. Reklamada katta paket, cheksiz imkoniyat, super tarif degan gaplarni ko'radi va ulanadi. Keyin esa tarif uning odatiga mos kelmasligi ma'lum bo'ladi. Masalan, birinchi misol talaba. Talaba ko'pincha Telegram, Instagram, YouTube va onlayn darslardan foydalanadi. Unga daqiqalar juda ko'p kerak bo'lmasligi mumkin. Chunki ko'p muloqot messenjer orqali bo'ladi. Lekin internet kam bo'lsa, u har hafta qo'shimcha megabayt sotib olishga majbur bo'ladi. Agar talaba oyiga 20-30 gigabayt internet ishlatsa, unga 5-8 gigabayt beradigan arzon tarif foydali emas. Unga o'rtacha narxdagi internet paketi kattaroq tarif kerak. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlar yoki messenjerlar uchun alohida limit beradigan tariflar ham qulay bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bitta nozik jihat bor. Ijtimoiy tarmoqlar cheksiz deyilsa ham, video, tashqi havolalar yoki reklamalar umumiy internetdan ketishi mumkin. Shuning uchun bunday shartlarni operator ilovasida yoki tarif tavsifida albatta o'qish kerak. Ikkinchi misol, taksida ishlaydigan haydovchi yoki kuryer. Bunday odamga internet doimiy kerak. Yandex, MyTaxi, Google Maps, Telegram, mijozlar bilan qo'ng'iroq, navigator. Bu yerda eng muhim narsa faqat paket hajmi emas, balki aloqa barqarorligi. Chunki internet tezligi yo'qolsa, buyurtma kelmaydi, xarita ochilmaydi, mijoz bilan bog'lanish qiyin bo'ladi. Haydovchi oyiga 1,5 ming so'm tejayman deb tarmog'i o'zi ishlaydigan hududda sust operatorni tanlasa, real daromaddan ko'proq yo'qotishi mumkin. Bunday holatda men avval SIM kartani sinab ko'rishni maslahat beraman. Asosiy yuradigan joylarda internetni tekshiring, qo'ng'iroq sifatini ko'ring, keyin asosiy raqamingizni o'tkazing yoki tarifni tanlang. Uchinchi misol, ota-ona yoki yoshi kattaroq odam. Ular ko'pincha telefon orqali gaplashadi. Internet esa faqat Telegramda xabar ko'rish, video qo'ng'iroq qilish, ba'zan yangilik o'qish uchun kerak bo'ladi. Bunday odamga juda katta internet paketi kerak emas, aksincha. Operator ichida yoki O'zbekiston bo'yicha daqiqalari ko'p bo'lgan tarif foydaliroq bo'lishi mumkin. Agar odam oyiga 35 gigabayt internet ishlatsa, unga 30 giga uchun pul to'lash shart emas. Shu joyda ko'pchilik farzandlar xato qiladi. Ota-onasiga zamonaviy tarif ulab beradi, lekin ota-ona uning yarmidan ham foydalanmaydi. Natijada har oy ortiqcha 20-30 ming so'm ketadi. Bir yilda bu 2 4 306 ming so'm degani.
To'rtinchi misol ofis xodimi. U kun bo'yi Wi-Fi bor joyda ishlashi mumkin. Uyda ham Wi-Fi bor. Unga mobil internet faqat ko'chada, yo'lda yoki favqulodda holatda kerak bo'ladi. Bunday odamga katta internet paketli tarif shart emas. Agar u oyga 8-10 giga ishlatsa, o'rtacha tarif yetarli. Lekin u ko'p qo'ng'iroq qilsa, daqiqa paketiga e'tibor berish kerak. Ko'p odamlar uyda va ishda Wi-Fi ishlatib turib, 7 giga mobil internet uchun pul to'lashadi. Aslida esa ularning oy oxirida gargiga ishlatilmay qoladi. Bu ham bevosita pul yo'qotish. 5-misol, kontent ko'radigan YouTube va TikTokda ko'p vaqt o'tkazadigan odam, bunday odamga oddiy tariflar tez tugaydi. 1 soat yuqori sifatli video ko'rish 2 gigabayt internet yeyishi mumkin. Agar siz har kuni 2 soat video ko'rsangiz, oyga 6 mega ham kamlik qilishi mumkin. Bu holatda oyga 20 gigabayt yetadi deb o'ylash noto'g'ri. Sizga katta paket, tungi internet, video platformalar uchun alohida shartlar yoki uy interneti bilan birga ishlash strategiyasi kerak bo'ladi. Eng yaxshi tejash usuli bu videoni mobil internetda emas, Wi-Fi orqali ko'rish. Mobil internetni esa yo'l, ish va zarur holatlar uchun saqlash. Endi operatorlar bo'yicha umumiy yondashuvni aytaman. Men aniq bitta tarif nomini mana shu hammaga eng zo'ri deb aytmayman. Chunki tariflar tez-tez o'zgaradi, aksiyalar tugaydi, narxlar yangilanadi. Lekin tanlash mezonlarini bersam, siz har qanday operator ichida eng foydali variantni topasiz. Belni odatda ko'plab shahar joylarda yaxshi qamrov va turli paketlar bilan tanilgan. Ko'p hududlarda ishlaydi. Ba'zi tariflarda internet va daqiqalar balansli bo'ladi. Mobius ko'pincha narx va paket hajmi bo'yicha raqobatli takliflar beradi. Ustalajon Mobile ayrim joylarda yaxshi shartlar, uy interneti yoki boshqa xizmatlar bilan bog'langan yechimlar berishi mumkin. Humans esa ba'zan moslashuvchan paketlar, ilova orqali boshqarish va bonusli yondashuvlar bilan qiziq bo'ladi. Lekin esda tuting, operatorning nomi emas, aynan siz turgan joydagi sifat va siz ishlatadigan xizmatlar muhim. Tarif tanlashda men har doim gigabayt narxini hisoblayman. Masalan, tarif 2000 so'm turadi va 25 gigabayt internet beradi. Demak, faqat internet bo'yicha qaraganda 2000 so'mga tushadi. Agar tarif 35000 so'm turib, 1 gigabayt bersa, 375 so'mga tushadi. Lekin bu hisobda daqiqalar, SMS, ijtimoiy tarmoqlar, bonuslar ham borligini unutmaslik kerak. Shunga qaramay, gigabayt narxini bilish tarifni solishtirishda juda foydali. Ikkinchi hisob, siz ishlatmaydigan paket uchun pul to'lamang. Agar tarif 1000 daqiqa beradi, lekin siz oyga 1 daqiqa gaplashsangiz, qolgan 900 daqiqa sizga foyda bermaydi. Operator reklamada katta daqiqalar paketi deb ko'rsatadi, lekin siz uchun u qiymat emas. Xuddi shunday 7 giga internet beradigan tarif ham agar siz unga ishlatsangiz, siz uchun foydasiz bo'lishi mumkin. 3-hisob, qo'shimcha paketlar narxini tekshiring. Ba'zi tariflar arzon ko'rinadi, lekin paket tugagandan keyin internet juda qimmat narxda hisoblanadi yoki avtomatik qo'shimcha paket ulanadi. Masalan, sizda internet tugadi, telefon esa fon rejimida yangilanish, Telegram fayllari, Instagram videolari orqali trafik ishlatishda davom etadi. Bir necha soat ichida balansdan ancha pul yechilishi mumkin. Shu sababli men doim operator ilovasidan internet qoldig'ini kuzatishni, limit tugashiga yaqin ogohlantirishlarni yo'qishni va avtomatik pulli xizmatlarni o'chirib qo'yishni maslahat beraman. Birinchi katta tuzoq bu cheksiz so'zi. Reklamada cheksiz internet, cheksiz ijtimoiy tarmoq yoki cheksiz qo'ng'iroq deyilishi mumkin, lekin deyarli har doim shartlar bo'ladi. Masalan, ma'lum miqdordan keyin tezlik pasayadi. Faqat tarmoq ichi cheksiz bo'ladi. Faqat ayrim ilovalarga amal qiladi. VPN ishlatilsa hisob boshqacha ketadi yoki hotspot orqali tarqatishga cheklov bo'ladi. Shuning uchun cheksiz degan so'zni ko'rsangiz, darhol tarif tavsifining mayda shartlarini o'qing. Men buni juda muhim deb bilaman. Chunki ko'pchilik aynan shu yerda aldanadi. Ikkinchi tuzoq bu abonent to'lovi yechiladigan sana. Ba'zi odamlar tarifga ulanadi, keyin balansda yetarli pul bo'lmasa, paket yangilanmaydi. Shundan keyin qo'ng'iroq va internet oddiy narxda hisoblanib, balans tez tugaydi. Masalan, oy boshida 5000 so'm to'lash kerak, lekin balansda 4000 so'm bo'lsa, tarif to'liq faollashmasligi mumkin. Siz esa internet ishlatyapsiz. Telefon trafik yeyapti. Natijada bir kunda balans nolga tushadi. Buning oldini olish uchun abonent to'lovi sanasidan bir kun oldin balansni tekshiring. 3-nozik jihat bu paketlarning amal qilish muddati. Ayrim internet paketlari 3 kun emas, 7 kun yoki 1 kun bo'lishi mumkin.
Ba'zi bonuslar faqat tun vaqtida ishlaydi. Ba'zi aksiyalar faqat yangi abonentlar uchun. Ba'zi tariflarda foydalanilmagan internet keyingi oyga o'tadi. Ba'zilarda o'tmaydi. Agar siz buni bilmasangiz, nega paketim yo'qoldi degan savol paydo bo'ladi. 4-masala roaming va xalqaro qo'ng'iroqlar. Agar siz chet elga tez-tez chiqadigan bo'lsangiz, oddiy tarifingiz sizni qutqarmaydi. Roamingda internet juda qimmat bo'lishi mumkin. Bitta xatolik bilan telefon avtomatik internetga ulanib, balansdan katta pul yechilishi ehtimoli bor. Safarga chiqishdan oldin albatta roaming paketlarini tekshiring. Kerak bo'lmasa mobil internetni o'chirib qo'ying. Chet elda mahalliy sim yoki eSIM variantlarini solishtiring. Ayniqsa Turkiya, BAA, Qozog'iston, Rossiya kabi yo'nalishlarda odamlar ko'p yuradi. Shuning uchun bu masala juda amaliy. 5-masala 2 sim karta strategiyasi. Ko'pchilik buni unutadi, lekin ba'zi odamlar uchun eng arzon yo'l bitta emas, 2 sim ishlatish bo'ladi. Masalan, bir operator sizning uyingizda yaxshi ishlaydi, ikkinchisi ish joyingizda yaxshi ishlaydi. Yoki bir sim asosiy raqam uchun, qo'ng'iroqlar va banklar uchun, ikkinchi sim esa internet uchun. Agar telefoningiz 2 sim qo'llasa, bu ancha foydali bo'lishi mumkin, lekin bu hamma uchun emas. Agar siz hisob-kitob qilishni yoqtirmasangiz, 2 sim sizni chalg'itishi mumkin. Shuning uchun bu strategiya ko'proq internet ishlatadigan, hududlar bo'yicha farqni sezadigan odamlar uchun mos. 6-masala raqamni boshqa operatorga ko'chirish. O'zbekistonda raqamni saqlagan holda operatorni almashtirish imkoniyati bor. Bu juda qulay, chunki ko'p odamlar eski raqamini yo'qotishdan qo'rqib, yillar davomida noqulay tarifda qolib ketadi. Agar sizning operatoringiz qimmat bo'lsa yoki hududingizda yomon ishlasa, raqamni saqlab boshqa operatorga o'tish variantini ko'rib chiqing. Lekin o'tishdan oldin shartlarni, qarzdorlik yo'qligini, raqam kimning nomida ekanini va bank, Telegram, davlat xizmatlari kabi joylarda raqam ishlatilishini tekshirib oling. 7-masala pullik xizmatlar. Ba'zan balans tarif sabab emas, balki qo'shimcha xizmatlar sabab kamayadi. Masalan, musiqa servisi, gudok obuna, content xizmat, ob-havo xabari, eski aksiyalar, pullik SMS xizmatlari. Odamlar buni ko'rmaydi, lekin har kuni yoki har hafta kichik summa yechilib turadi. Bir qarashda 1000-2000 so'm arzimas, lekin oyga 10-20 ming so'm bo'lishi mumkin. Shuning uchun operator ilovasiga kirib, barcha ulangan xizmatlarni tekshirish kerak. Keraksizlarni o'chiring. Agar tushunmasangiz, operator ofisiga boring yoki call markaziga murojaat qiling. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. 1-qadam. Oxirgi 2-3 oydagi sarfingizni tekshiring. Operator ilovasiga kiring. Belini, Uzel, Mobius, Ustalajom yoki Humans bo'lishidan qat'i nazar. Deyarli hammasida shaxsiy kabinet bor. U yerda qancha internet ishlatganingiz, qancha daqiqa gaplashganingiz, qaysi xizmatlarga pul ketgani ko'rinadi. Agar ilovadan topa olmasangiz, USSD so'rovlar yoki call markaz orqali tafsilotlarni so'rang. 2-qadam, o'zingizga profil belgilang. Men odatda odamlarni 5 toifaga ajrataman. Kam internet va ko'p qo'ng'iroq qiladiganlar. Ko'p internet va kam qo'ng'iroq qiladiganlar. Ham internet, ham qo'ng'iroqni o'rtacha ishlatadiganlar. Juda ko'p video ko'radiganlar. Ish uchun barqaror internet kerak bo'lganlar. Siz qaysi toifaga kirsangiz, tarifni ham shunga qarab tanlaysiz. 3-qadam, operatorlar saytiga kiring va tariflarni solishtiring. Faqat reklama banneriga qaramang. Tarif tavsifini oching. Abonent to'lovi qancha, internet qancha, daqiqa qancha. Paket tugasa narx qanday? Bonuslar nimaga amal qiladi? Tezlik cheklovi bormi? Foydalanilmagan qoldiq keyingi oyga o'tadimi? Hammasini tekshiring. Agar tarif nomi juda chiroyli bo'lsa ham, shartlari sizga mos kelmasligi mumkin. 4-qadam, hududingizdagi aloqa sifatini tekshiring. Uy, ish, o'qish joyi bozorda yoki ko'p yuradigan yo'lingizda qaysi operator yaxshi ishlashini bilish juda muhim. Buni qo'shnilar, hamkasblar, do'stlardan so'rang. Yoki arzon sim karta olib, bir hafta sinab ko'ring. Tezlik test qiling, video oching, Telegram fayl yuboring, qo'ng'iroq qilib ko'ring. Tarif qanchalik arzon bo'lmasin, agar aloqa ushlamasa, u foydali emas. 5-qadam. Keraksiz xizmatlarni o'chiring. Operator ilovasida xizmatlar, obunalar, pulli xizmatlar bo'limlarini tekshiring. Agar tushunarsiz nomdagi xizmat turgan bo'lsa, o'chiring yoki operatorga qo'ng'iroq qilib so'rang. Men ko'p holatda odamlar oyga aynan shu joydan pul yo'qotayotganini ko'rganman. 6-qadam, avtomatik yangilanish va limitlarni nazorat qiling. Agar tarifingiz internet tugaganda pullik paketlarni avtomatik ulasa,
Bu sizga kerakmi, yo'qmi o'ylab ko'ring. Ba'zi odamlar uchun bu qulay, chunki internet uzilmaydi. Lekin tejamkorlik uchun ba'zan avtomatik xizmatlarni o'chirib, kerak bo'lganda qo'lda paket olish yaxshiroq. 7-qadam. Wi-Fi dan aqlli foydalaning. Uyda Wi-Fi bo'lsa, telefon yangilanishlari, video yuklash, Telegramdagi katta fayllar, bulutga zaxira nusa olish kabi ishlarni faqat Wi-Fi da bajaring. Telefon sozlamalardan ilovalarning fon rejimida mobil internet ishlatishini cheklang. Instagram, TikTok, YouTube sifatini pasaytiring. Masalan, YouTube'da 1000 yaqin rupiya o'rniga darvaqt rupiya ko'rsangiz, internet sarfi bir necha barobar kamayadi. Ko'z bilan farq har doim ham katta sezilmaydi. Lekin trafikda farq juda katta bo'ladi. 8-qadam oilaviy yondashuvni ko'rib chiqing. Agar oilada 4-5 kishi bo'lsa, har kim alohida qimmat tarif ishlatgandan ko'ra kimga nima kerakligini aniqlash foydali. Ota-onaga ko'proq daqiqa, farzandga ko'proq internet, uyda esa yaxshi Wi-Fi. Ba'zi operatorlarda oilaviy yoki umumiy paketlar, bonus almashish, trafik ulashish xizmatlari bo'lishi mumkin. Ularni tekshirib ko'ring. Lekin shartlarni albatta o'qing, chunki hamma oilaviy paket ham real tejamkor bo'lavermaydi. 9-qadam, tarifni har 3-6 oyda qayta ko'rib chiqing. Mobil aloqa bozori tez o'zgaradi. Bugun foydali bo'lgan tarif yarim yildan keyin eskirishi mumkin. Operatorlar yangi aksiyalar chiqaradi, eski tariflar yopiladi, narxlar va paketlar o'zgaradi. Shuning uchun men hech qachon bir marta uladim. Endi yillar davomida shu bo'ladi, demayman. Har bir necha oyda 10 daqiqa vaqt ajrating va tarifingizni yangilar bilan solishtiring. Agar operator ofisiga borish kerak bo'lsa, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni oling. Raqam kimning nomida bo'lsa, o'sha odam borishi kerak bo'lishi mumkin. Agar raqamni boshqa operatorga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, avval qarzdorlik yo'qligini tekshiring. Operator xodimiga aniq savol bering. Men oyga falon GB internet ishlataman, falon daqiqa gaplashaman. Menga eng arzon va mos tarifni ko'rsating. Paket tugasa narx qancha bo'ladi? Pullik xizmatlar bormi? Cheksiz degani nimani anglatadi? Savolni shunday aniq bersangiz. Umumiy reklama emas, sizga mos javob olish ehtimoli oshadi. Mobil aloqa uchun kamroq to'lashning siri bitta. Tarifni reklama bo'yicha emas, o'z real foydalanishingiz bo'yicha tanlash. Kimdir uchun beyni qulay, kimdir uchun Ucell, kimdir uchun Mobius, kimdir uchun Ustelecom yoki Humans foydali bo'lishi mumkin. Eng muhimi, siz oyga qancha internet ishlatayotganingizni, qancha gaplashayotganingizni va qaysi hududda aloqa yaxshi ishlashini bilishingiz kerak. Keraksiz xizmatlarni o'chiring, cheksiz so'zning shartlarini o'qing. Paket tugaganda pul qanday yechilishini nazorat qiling va tarifingizni vaqti bilan yangilang. Kommentariyada yozing, siz qaysi operatordan foydalanasiz? Oyiga taxminan qancha to'laysiz va tarifingizdan rozimisiz? Balki sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki mobil aloqa uchun ortiqcha pul to'lamaslik hammaning manfaatiga xizmat qiladi.